Ega 40 bosh mol kelgan ega. Eldan, xalqdan 200 ming, 300 ming arzon qo'yib beraman ega. Olopek so'rashadim, Esto so'rashadim, hangisi gibrid so'rashadim. Ega telefon qilsa bo'l, alyo desa ishlaymi turaveramiz ega. Assalomu alaykum. Chorvador aka-ukalar, Shovon Chorva ana shadi obunachilar. Xudo xolasa erta tongda yana bir video syomkamizni boshlab oldik. Akalar, videoni boshida bittadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Ekrandagi nomerlar sizlar uchun 24 ga 7 xizmatda qaysi bir molni sizlarga ma'qul kelib qolsa telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Sariqishloq Shovon mahallasida o'sha arzonchi aka Optimchi Abdulaziz Abdurov ukalarimizni xonadoniga kelganmiz. Hafta kuniga payshanba 15-iyun 2026-yil. Akalar, bu shu yerda chiqaraverasanmi deb nima qilgan o'ylagan obunachilar yoki haligilar uchun akalar, bu xonadonda xudo xolasa haftada 5 kun video syomka bo'ladi. O'shanga erta tongda birinchi syomkamiz mana shu xonadonda bo'lamiz. Abdulaziz Abdurov ukalarimiz ma'lum sabablarga ko'ra bir joyga ketishgan ekan. Shuning uchun shogirdlar Dilshodbekka so'z navbati berib, ma'lumotlarni imkon darajasida yoritib, ustozlari bilan narxni bir xil qilib qo'yib beringlar degan umidda kelganmiz. Like'larni bosib tursalar Dilshodbekni o'zlariga yuzlanamiz. Dilshodbek, yaxshimiki? Assalomu alaykum, Shovon Chorva qadrli obunachilar. Obunachilar sizlarga mollar вообще любитdan zo'rlanayapman. Shurdagi obunachilarni sinchazaq tishimiz narx. Bo'ldi, gap. Bittadan like-ni bosib turinglar, mana shu bola uchun. Mana shu tepadan boshlayveramiz. Mana shu tomondan boshlayveramiz. Xo'p. Mana shu birinchisiga. Hop. Mana ikkinchisi Eston. Ya, Eston. Mana aytganlar. Xudo xolasa mollar ideal holatda sifat sorti. Mana uchinchisi. Bu uchinchisi. Ostiga Mahmad berasizlar, xudo xolasa. Gap yo'q. Mana to'rtinchisi shu. Bu to'rtinchisi, ha? Mana. Birinchi partiyaga to'rtta qo'yib beramiz. Ha, to'rtinchisi, ha? Bo'ylari kichkina 85 plyus mo qora. Ha. 90 gacha olishaveradi. Bo'ylari 85. Yebog'ichmog'iga bir hafta garantiya. Xotirjamsini olishadi. Garantiya. Dastlabkasi. Dastlabkasiga vodiy bo'ylab o'ylashmadi. Toshkentga ham kelishilgan holatda chiqarib beramiz degan. Narxini eshitaylik endi. Narxiga bu to'rttaga 11 milliondan berishar ketdi. 11 million so'mdan. 11 million so'mdan. Savdosi bo'ladi. Savdo. Gap yo'q. Xudo xolasa. Zo'r aka-ukalar 11 million so'mdan ozgina savdosi bor bo'ladi. Orqa ko'pchilarga ahamiyat berib qo'yasizlar, lekin ideal holatda aka-ukalar yechamiz, mol ko'p, shuning uchun vaqtlaringda bo'lmaydi. Shved. Xo'p, birinchisi aka-ukalar. Ostlan uzatdim. Bo'ldi, tushdi. Buni ham osti zo'r ekan. Ikkinchisi. Ikkinchisi. Mana uchinchisi. Uchinchisi. Buni ham osti zo'r ekan. Xo'p. Mana to'rtinchisi. To'rtinchisi. Mana beshinchisi. 5. Bu yaxshina sifat sortlar ekan. Oltinchisi. Qoropek. Yettinchisi. Sakkizinchisi. Lampochkalar kechqurunda yoritib turadi, og'ilda yoritib turadi. 7. Mana 8. Hop. Bu ham bormi? Mana 9-inchisi. Mana 10-inchisi bir pachka qilib qo'yamiz aka. Bir pachka, bir qo'ra. Bo'ylari nechidan nechigacha Dilshodbek? Bo'ylariga kichkinasi ham bor ekan. Kichinasiga 75 plyusdan bularni ham 90 gacha olishaveradi. 90 gacha. Narigilarni o'zi past farq yo'q. Ha. Nash. Kelishiga qarab arzon sotamiz. Bittasi jinday sal kichkina ekan. Tanlab olsa plus minusi bormi? Tanlab olsa boy. O'zing chiqarib ber deysiz aka, Minusi ham bor. 8 millionga ham chiqarib beraman. Qani? Optimum qapda ishlaylik Dilshod. Optimum ekan 8,5 dan berishak ketdi. 8,5 dan tanlab olsa aka 9 million tanlab olishaveradi. Ha, 8 ga ham chiqadimi? 8 ga ham chiqarib beraman. Qani? Barak. Hurmatli obunachilar, tortishmayotganda nimasi, men tortisholmayman unchalik. Ba'zi insoniga nima deydi, insoniga qarab, manfaatiga qarab, ya'ni mansabiga qarab emas. Insonning xarakteridan kelib chiqimda arzon qo'yadigani bor. Yoki blogerda hisobini shunday olib, so'raydi deb qo'yadiganlar bor. Bu bolalar yangi anaqa qilib nima qilolmaydi, shuning uchun bularni talashib tortishmay. Real o'tib ketaveryapti aka-ukalar. Bir jupa. Bir jupa. Bir jupa aka-ukalar hozir eshitamiz. Bo'ylariga 80 plyusda. 80 plyusmi? Yebichog'ini o'ynashmasin, bir hafta garantiyasi bor har doimda. O'ynashmasin, ha. O'sha o'ynashmasin. Iyilib turibdi-da. Mana, bo'ldi. Dastlabkasini aytib o'tdik, narxini ham bitta yoritib beramiz. Narxiga ikkalasini tortdim degan nimaga 7,5 dan ketdi. 7,5 dan ketaveradi. Baraka. Tanlab olsaga 8 dan tanlab olish mumkin. Tanlab olsa 8 million oz haligisi bor. Keyingilarga Novoslarga o'tdimi? Hop. Bitta buni yakka qo'yib beramiz aka, shved. Birinchisi bu aka, yakka. Bir dona. Ha. Sababi kelishiga qarab ketishi bor deganda
shunday ma'lumotni berishyapti hozir. Hozir narxini ham chiroyli qilib yoritadi. Qiziq senasi narxida aka. Hamma Valdi vaqtida narxini aytaylik. 12 millionga ketdi. 12 millionga savdosi bor. Savdosi bor ekan. Kami xayri bor ekan. Xudo xolasa xayri bor. Manasi hammasini shutini ekan. Bu odamga libboy savdogarga ham bozorga ham solishtirar ekan. Ha. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q. 8 ming, 100 ming arzon-a? Mana. Ancha arzon qo'yib beraman ekan. Bozordan ham 300 ming, 200 ming arzon qo'yib beraman. Gap yo'q. Qani hozir eshitib. Buni birinchisi ekan, shved. Bu bir shved. Bu ikkinchisi. Bu ikkinchisi ekan. Obunachilar. Bu uchinchisi. Buni uchinchisi ekan. Zo'r. Buni to'rtinchisi. Bu to'rtinchisi. Hop. Beshinchisi. Beshinchisi. Yemag'ich sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi ekan. Xotirjam sinov olib ko'rdi. 6 ta. Buni oltinchisi ekan. Hop. Buni yettinchisi. 7-tinchisi. Buni sakkizinchisi. 8-tinchisi. Bu to'qqizinchisi. 9. Buni o'ninchisi ekan. Rasmga tushdi yaxshi ko'radi-da bu. 11-tinchisi. Hammasi milliarga chiqib olyapti. Mana akalar. Bir pachka bir qo'ra so'ragan aka-ukalarga xudo xolasa 10 bittasi. Bir-biridan go'zal, bir-biridan ziyod. Necha bo'yi? Buni eng kichkinasi bor-ku. Ha. 80 plyusga olishaveradi, kattasi 95 plyusgacha bor ekan. 85 dan 95 plyus. 95 plyusgacha bor ekan. 80 plyusdanmi? 80 plyusdan 80 95 gacha. 95 plyusgacha hurmatli obunachilar, aka-ukalar hammasi yemoq-ichmoq sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan. Toshkentgacha dastlabki besplatno Toshkentgacha. yog'iga Besplatno. kelishilgan holda chiqarib berilaveradi, hammasini kerak-kerasi chiqaveradi. Kerak chiqaradi. Tortdim degan odamga 11,5 dan ketdi. 11,5 dan savdosi bor-a? Chiroyli qilib. Tellab olsa ekan 12 million tellab olsa. Bari. Gap yo'q. Akalar, lekin narxlar arzon bo'lyapti. Endi kim biladi, g'alapiga tushib qolsa telefon qiling. Xudo xolasa shtobi mualla bo'lib qolasizlar. Yarim puliga ham yaxshi gapirib olib qo'yasizlar, 2 kishi bitta ham olaverasizlar. Keyingisiga mashina yakka qo'yib beramiz. Akalar. Sizlar ham ziyon qilsalaring olmaysizlar. Xudo xolasa hech kim ziyon qilmaydi shu xonadon. Hali eshitmaganman. Bu birinchisi. Yo'q, buni yakka qo'yib beramiz aka. Ha, bo'ldi, eshitaveramiz. Bo'ylari 80 plyusda ekan. Bo'ylari 80 plyusda, hop. Narxlari 11 million berishar ketdi. 11 million so'mga savdosi bor. Savdosi bor ekan. Keyingisi ikkita kichkinalarni Mana olaman. Sutemdami? Sutemda ekan. Sutemni ishqibozlariga tavsiya etamiz. Bir juft. Yeb ichiga garantiya bermaymiz. O'ziga kerakni yeb turibdi Ha, hozir. hozircha yeb turibdi. Hozircha yeb lekin turibdi ekan. Sigiri bor aka-ukalarga tavsiya etamiz. Tavsiya qilamiz Hurmatli ekan. obunachilar, molni belini yeymiz, qiynalyapti. Xo'p. Mana bir jupi kichkina yosh oilaga bir oy bor, nari beri 40 kun atrofida enasini ajratishgan. Endi bular ham dehqonlar sotgan, olgan, ha, negativchilar. Bunaqa. Akalar ishqibozi ko'p, sutemdan ham so'raganlar ko'p. Sababi sigiriga ikkita qilib qo'yayotganlar ham bor-da. Buloqaga 9,5 dan berishar ketdi. 9,5 dan berishadi. 9,5. O'zlariga o'tib berasiz. O'zlariga o'tib beramiz. Barak. Gap yo'q. Xo'p. Keyingisiga xunojim. Keyingilarga yana xunojimmi? Xunojim. Nechta? 3 tasi bitta shikila. Mashina qo'yib beramiz. Birinchisi targ'il. Birinchisi mana. Targ'il varianti. Jonivor turishini qarang. Ikkinchisi olib ikki. Olib ikki. Uchinchisi. Ostlari ham zo'r ekan lekin. Ostlarigacha. Gap yo'q. Xo'p, 3 ta bo'ldi. Bularga qo'lda bering. 10 milliondan berishar ketdi. 10 milliondan berishadi, savdosini qilib berasiz. Savdosi bor ekan. 30 million 29 million puli bor odam ham telefon qilaversinchi, ishlari bitib qoladi. Telefon qilsa ishlar bitib Barak. qolsa. Xudo xolasa aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Mana keyingilarga bir jup. Vallahi sifatini ko'rmagan. Sifatiga pul berishadi olasizmi? Sifat sorti ideal holatda mana. Yoshlar Buni bitta sigir bo'ldi. yelka qismi, orqa korpusi ham ajoyib darajada ekan-a. Zo'r. Xo'p. Hozir narxini ham eshitamiz. Narxiga 11 milliondan berishar ketdi. 11 million so'm, 22 million puli bor edi. Bor ana 21,5 puli bor odam ham. Olsa barak. Siz obunachi. Ishlari bitadi. Xudo xolasa. Keyingisiga o'zi oxirlab qoldi aka-ukalar. bunisi вообще boshqa dunyo ekan. O'zgacha olam. O'zgacha olamidan bitta ketdi. Bo'ylariga 85 plyusga olishaveradi. Plyusda bo'ylari. Yeb ichmog'i garantiyasi bor ekan. Yemoq ichmoqsini o'tgan yana garantiyasi bor-a. Ha, istaganti yo'q. Qo'shmasa, Siqlatib, oyoqlarni sindirib qo'yishmasa bo'ldi. Necha pul qilib beramiz? Tasbiyat mol keldi bega. Osmon qilmaymiz mana.
11,5 ga ketdi. 11,5 ga 11,5 ga ketdi. ketdi. Barak. Xudo xolos, hurmatli obunachilar. 11,500,000 ga savdosi bor, lekin shoshilamiz. Realni. Haqiqatan chiroyli mol. Akam, ukam olib qo'yavering. Olganda qoladi. Pulingiz bo'lsa, misol ma'qul kelsa, bu sizga majburlab hali qilmaymiz, lekin tavsiya etaveramiz. Xudo xolasa 2 oydan keyin o'zimga telefon qilasizlar. Baraka topdim uka, 2 oy, 3 oy. Mana molni misol 1 oy boqsangiz ham baraka topib telefon qilasiz. Narigilar endi ozgina kichkina uzoqroq yetalaysiz, lekin dalada boqasizmi, uydami? Nima bo'ladi? Keyingisi aka Greenford. Greenford gibrid-a? Gibrid aka. Shoqi bormi yo'qmi? Shox to'qol aka, zavodskiy to'qol. Uzoqdan ham ko'rsatib qo'yaman, telefonda katta ko'rinyapti deganlarga. Telefonda ozgina katta ko'rinadi akalar, buni aytib o'tamiz har doim. Imkon bo'lsa tepasiga kelib oling, imkoningiz yo'q bo'lsa Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor, tashlab berishadi, ko'raverasiz. Onlayn savdo ham bo'lyapti akalar. Xudo xolasa buni narxlari. Gavdasi qanaqa chiqishadi buni? Gavdasi aka 1.15 ga olishaveradi. 15 ozgina boqish kerak ekan. 1.17, 18 ham chiqaryapti aka. Borganda uyaltirib qo'ymasin. Xolasa mana. Jon hisobi. Qancha Saqchi o'zi bilan. Zvachkasi o'zi bilan oyoq qo'llari polvon, gibrid. Xudo xolasa mana qarang. Shoqi yo'q. Menga qarachi jonivor. Jon hisobi. Zo'r. Obunachilar ko'rsin. Aka bunga 19 million berishak ketdi aka. Toshkentgacha yetkazib beraman. Ketaveradi, realni. Qani? Barak. Gap yo'q, jon hisobi. Bugunga tugadimiz shat. Bugunga tugadi aka. Hurmatli obunachilar, ekrandagi nomerlar sizlar uchun video roligimiz bugunga tugadi. Qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosasizlar. Namangan To'raqo'rg'on Saroy. Mana mashinalar alohida yakkalab, Telegram, WhatsAppdan tashlab berishaveradi. Aloqaga chiqasizlar. Umrlaringiz, rizqlaringizga, boshlagan kunlaringga baraka tilagan holda videomizga yakunlaymiz. E'tibor uchun rahmat.